Araf suresi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Firavun təvəller tərəfindən boza qılınan İsrail avlodini biz ziroat va meyvələrini chiqarish, o'stanlarni oqquzish bilan barakatli qilgan Sham zaminining g'arb va sharq taraflariga voris qildik. Ey payg'ambar, İsrail avlodi Firavun təvəllərinin javr zulmlarga sabr qilganlik uchun Rabbingning ularga qilgan go'zal va'dasi to'liq ishga oshdi. Firavun va uning qavmining sog'an imoratlarini va bino qilgan bog'u bo'stonlarni butunlay vayron qildik. Biz İsrail avlodini dengizdan o'tkazib etdik. Ular butqa cho'qinayotgan bir qavmning yenidan o'tganda, ey Musa, bizgimi o'sha qavmning butlariga o'xshaydigan butlarni o'rnatib bergin. Ular butqa cho'qinganga o'xshash, bizmi butqa cho'qinayli dedi. Musa ularga, ey qavm, sizlar haqiqatan Allohning ulug'ligini va ibodatning faqatla Allohga qilinadiganligini bilmaydigan nodon qavm ekansizlar dedi. Butqa cho'qinadigan hiliqi ikki qavmga kelsak, ular Allohga sherik keltirganlik uchun halokatga mahkumdir. Ularning hech kimni Allohning azobidan qutqizolmaydigan butlarga cho'qinish bilan qilgan amallari butunlay bekordir. Musa az qavmiga, Allah sizlarni yo'qdan yaratgan, sizlarning ichinglardan ko'pligan payg'ambarlarni chiqarish, dushmanlaringlarni halok qilish va nurg'ulg'an mo'jizalarni ato qilish orqali sizlarni o'z zamoninglardagi jahon ahlidan ustun qilgan tursa, ibodat qilishinglar uchun sizlarga Allohdan boshqa iloh izdamdiman dedi. Ey İsrail avlodi, bizning sizlarga ato qilgan ne'matimizni unutmanglarki, o'z vaqtida sizlarni Firavun va uning qavmining qullig'idan qutqizgan edik. Ular sizlarga qattiq azobni va xordiqni tetitgan edi. O'g'illaringlarni o'ltiradi. Xotin qizlaringlarni xorlab xizmatga selish uchun elib qolatdi. Firavunning sizlarni eng vahshiy azob uqubatlari bilan qiynishi, ondan Allohning sizlarni o azobdan qutuldirish qatorliq ishlar sizlarga Rabbinglar tarafidan kelgan cho'ng sinoq va katta ne'mat edi. Allah Musa'nın munajat qilish uchun uningga 30 kechini o'tkazgandan keyin so'zlashni va'da qilgan edi. Ondan uningga yana 10 kechini qo'shdi. Shuning bilan Allah Musaga belgilab bergan vaqt 40 kecha bo'ldi. Musa Allohga munajat qilish uchun menish oldida qayrindishi Harunga, men qaytib kelgunga qadar sen bu qavmga mening o'rinbosarim bo'lib turg'in. Ularni Allohga itoat qilishga va uningga ibodat qilishga da'vat qilgin. Sen hargiz buzg'unchilarning yo'lida mangmag'in dedi. Musa belgilangan vaqtda tur teg'iga kelgan va Rabbi uningga bevosita so'z qilish orqali uningga ba'zi amr farmonlarni tushirgan chaqda u Allohni ko'rishni orzu qilib, Allohdan o'zining jamolini ko'rsatishni talab qilib edi. Allah uningga, sen meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan. Lekin sen shu taqqa qarg'in. Men nurimni tushirganda agar u tog' o'z o'rnida mahkam tura olsa, sen meni ko'ralaysan dedi. Rabbining o'z nurini taqqa g'ilpol tushirishi bilan tog' tuzlanib, yer bilan tang bo'lib ketdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hushiga kelgandan keyin Rabbiga iltijo qilib, ey Rabbim, sen o'zingga loyiq kelmaydigan sifatlardan albatta poktursan. Men seni mushu dunyoda ko'rishni talab qilganligim uchun tavba qildim. Men qavmim ichidan sana iymon etganlarning tunjisiman dedi. Allah aytdi, ey Musa, men haqiqatan meni kishilarning orasidan payg'ambarlikka va men bilan bevosita so'zlashga tanladim. Men sana bergan amr farmonlarni qabul qilgin.
ularni ching tutqin, ularga amal qilgin. Allohning seni payg'ambar qilganligiga va sen bilan so'zlashganligiga shukr qilguvchilardan bo'lgin. Biz Musaga Tevratda o ehtiyojli bo'ladigan din ahkomlarini, vaz nasihatlarni, halol harom masalalarni, amr farmonlarni, qissalarni, aqida masalalarini va g'aybga munosabatlik ba'zi ishlarni tafsili va to'liq yozdik. Alloh uningga: "Ey Musa, Tevratni mahkam tutqin. Qavmingni uningga amal qilishga buyurgin. Sening qavming ichidan yoki boshqa qavmlardan kimki Allohga shirik keltirdi ekan, men uningga oxiratda fosiqlarning joyini ko'rsatib qo'yaman. O joy bo'lsa, Allohning to'yatidan chiqqanlarga tayyorlangan do'zax o'tidir. Mang itoat qilishdan bosh tortgan, insonlarga zulm qilgan, cho'ngchilik qilib payg'ambarga ergashmagan va uning so'ziga quloq solmagan mutakabbirlarning dilini, mening oyatlarimni, borlig'imga, birligimga va cheksiz qudratimga dalolat qiladigan dalil pokitlarni va men nozil qilgan haq dinning shariat ahkomlarini tushunmaydigan qilib etaman. Iymondan bosh tortgan o mutakabbirlar Allah'ni ve onun peygamberlerini yaman ko'rganlikdan barliq mo'jizlarni ko'rgan taqdirdimi iymon etmaydi. Ular to'g'ri yo'lni ko'rsami, uningdan mangmaydi. Agar ular ozg'unlik yo'lini ko'rsa, uningdan mangadi. Uni din deb e'tiqod qiladi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganligi. O oyatlar ve o oyatlar dalolat qiladigan narsalar ustida tafakkur qilmaganligi sababidandir. Allohning oyatlarini, Allohning birligiga dalolat qiladigan dalil pokitlarni va oxiratda Allohning oldiga boradiganligini inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari bekor bo'lib ketadi. Bu ularning iymondan iborat asosli shartni yo'qotib qo'yganligidandir. Chunki amallar imonsiz qabul qilinmaydi. Ularga oxiratda faqatla mushu dunyodagi kufrlik, gunoh, ma'siyat qatorliq qilmishlarga yarasha jazo beriladi. Ularning jazosi mangulik do'zaxdir. Musaning qavmi Musa Allohga munojat qilish uchun tur teg'iq yetib qolgandan keyin o'zlaridagi oltinlarni yig'ib uningdan xuddi kaladek mo'raydigan bir mo'zay haykalini yasab chiqib, uni ma'bud qilib erishdi. Ular bu mo'zayning ular bilan so'zlashamaydiganligini, ularga yo'l ko'rsatmaydiganligini bilmamdi. Ular bu qabih qilmishni sodir qilish orqali o'zlariga zulm qildi. Musa qaytib kelgandan keyin mo'zayni ma'bud qilib olganlar o'z qilmishiga pushaymon qilgan va o'zlarining rostilla Allohning haq dinidan ezib ketganligini bilib yetgan chaqda Allohga tavba qilishga boshladi va ibodatning Allohga qilinadiganligini e'tirof qildi. Ular: agar Rabbimiz bizning tavbamizni qabul qilib, bizga rahim qilmasa va gunohlarimizni mag'firat qilmasa, biz albatta barliq amali bekor bo'lib ketib, halok bo'g'uvchilar qatoridan bo'lib qolamiz dedi. Musa qattiq g'azablangan va echingan holda qavmining yeniga qaytib keldi. Chunki Alloh uningga qavmini Samiri degan odamning ozdirib ketganligi haqida xabar bergan edi. Musa qavmiga: meni yo'q deb Musayga cho'qinib, bakmu yomon ish qilibsizlar ha? Mening yetib kelishimga oldirab ketdinglarmi? Belgilmisi bilan bo'ladigan ish tursa, dedi. Va qavmining qilmishdan g'azablanib, qo'lidagi Tavrat taxtalarini yerga tashlab, qarindishi Harunning chechidan tutib, o'z tarafiga tortdi. Harun uningdan kechirim so'rgan holda: ey qarindishim, bu qavm meni bo'zak topdi, ojiz ko'rib qoldi. Hatto meni o'ltirib etkili tas qoldi. Meni jazolab, dushmanlarni xushal qilmagan. Meni sana osiylik qilib, mo'zayga cho'qingan bu zolim qavmning qatoridan sanamag'in dedi.
Harunning chorasiz qolganligi aniqlangandan keyin Musa aytdi: "Ey Rabbim, g'azablanganligim uchun meni afv qilgin. Qarindishimnimi Isroil avlodini yomon ishdan to'samaganligi sababli afv qilgin. Bizni sening keng rahmating doirasiga kirgizgin. Chunki sen bizga har qanday bir rahim qilg'uchidan mubak rahim qilg'uchisan." Cheksizki, Mo'zayni ma'bud qilib olganlar Rabbining qattiq g'azabiga uchraydi. Kofirlik sababli bu dunyoda xorliqqa qoladi. Allohning dinida yolg'onni o'ydirg'uchilarga biz ana shundoq jazo beramiz. Tafsirim muyassar. Bir guruhi o'limalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yılı yanvar 1. nəşri. Teklimakan Uyghur nəşriyatı tərəfindən nəşr qılınğan. Mikrofon aldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu əsər əvlad detallarında tarqıtıldı.